haftamizda energetik haftaligi deb nomlandi va hozirgi davrgacha bizga qayta tiklanuvchi energiya manbalari, toza energiyaga erishish bo'yicha qilingan rejalarimizni ham ko'rgazma shaklida, ham bundan keyingi 2030-yilga erishiladigan rejamizni va umumiy generatsiyadagi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini 54% ga oshirish bo'yicha maqsadli kelishuvlarni amalga oshirish maqsadida shu tadbirda hozir olib boryapmiz. Tadbir asosiy maqsadi xalqaro eksport kompaniyalari bilan lokal kompaniyalarni birgalikda bitta kontentga olib kelib, hozirgi mahalliylashtirish dasturimizni ham toza energetika degan liniya asosida ularni ham keng jalb qilish. 2025-yil oxirida bu 30% ga chiqqan edi. Bu yilga xudo olsa 30% dan ancha oshirish niyatimiz bor. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 2023-yildan asosiy bizning energiya turimizdagi sifatida qaralish boshlandi. Ungacha asosiy elektr energiyasi ishlab chiqarishi bizning qazib chiqarilgan yoqilg'i energetikasi asosida edi. Lekin 2030-yilga borib biz bu toza energiyani aholini va ijtimoiy sohani, xususan sanoat komplekslarini ham toza energiya bilan ta'minlashni o'zimizga reja qilganmiz. Reja davomida 2030-yilgacha biz strategik loyihalashtirilgan. Bu loyihalar davrida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini umumiy elektr energiyasi ishlab chiqarishda 54% bundan kelishi rejalashtirilgan. Asosan hamkorligimizni Xitoy davlatlari va Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorliklar olib boriladi va investitsion loyihalarimizda Yevropa mamlakatlari ham bor. Osiyoning yetakchi davlatlari ham bunda, ya'ni Yaponiya kabi davlatlar o'zining ilg'or texnologiyalari bilan qatnashmoqda.